Недвижимость, kvartira olib qo'yardim, topshirardim. U birinchi 10 ta mashina olardim arendaga, keyin restoran ochardim. O'sha polniy hamma uylarni arendaga berib qo'yardim-da. Shunaqa shirinliklar do'koni ochib, yangiliklar yaratardim. $2 milliard investitsiyangiz bo'lganda nima qanaqa biznes boshlaysiz? Men o'zi plan qilib yurdim, salon ochmoqchi edim, mashina. Menimcha kiyim biznesi. O'zim texnika sohasiga qiziqaman. O'sha avtomobil olib kirish, chet eldan o'sha biznes bilan shug'ullangan bo'lardim. Safiya shirinlik do'koniga o'xshagan shunaqa shirinliklar do'koni ochib, yangiliklar yaratardim. Недвижимость, kvartira olib qo'yardim, topshirardim. Biznes, kafe degan shu narsalar bilan shug'ullanardik, kafe ochardim asosan. Думаю, это больше было бы связано бизнес с туризмом, потому что довольно популярно сейчас. U birinchi 10 ta mashina olardim arendaga, keyin restoran ochardim. Shu bilan оборот, qolgan pulni olib qo'yardim, оборот qilib, 2 barobar qilib, pulni kattaroq biznes ochishga harakat qilardim. Men 2 milliard investitsiya bo'lganda o'zimni turizm zonam bor. O'shanga investitsiya qilgan bo'lardim. Uy qurardim. O'sha misol uchun uy sotmasdim, uy qurib, o'sha polniy hamma uylarni arendaga berib qo'yardim-da. Sohangizdagi eng katta muammo nima? Sohamdagi eng katta muammo hozirda rastomashga to'lov ancha baland. Vaqt. Oyligimi kamligi. Xo'p, finans yetishmasligi bo'ldi hozir. Возможно, с недоверием, потому что в плане туризма люди могут не доверять, потому что сейчас много мошенников. И насчет образования. В образовании конкуренция, скорее всего, потому что тоже популярно. Finansda bizlar ham baribir. Finans qatdan olishni bilmaymiz, endi sekin ko'tarilib chiqayotgan pokoleniya. Turizm sohasida bu odamlarni jalb qilish masalan bo'ladi. Masalan, joiz bo'lsa, u joyda prosta tabiat qilib qo'yish masalan xato. Tabiatni chiroyli qilish kerak, ozoda tutish kerak, hamma joy toza bo'lishi kerak. Odam kelib mazza qilib ketadigan joy bo'lishi kerak. Yo'nalishi yo'q, muammo yo'q yo'nalishdan. Любой biznesda o'zini qiyinchiligi bo'ladi har doim. Menga eplasa bo'ladi. Pul. Tushunaman. Brendda logotipni ko'rsataman, taniganlaringizni aytasiz, xo'p? Bu Klik. da. Klik. Yo'q, tanımadım. Klik. Klikda bu. Klik. Клик. Klik. Klik deb aytasiz. Google. Google'da bu. Google, Bu Google. Google, Это Google. Google. Google, Bu Google. Amazon. 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 Shundan bu Asaxiy. Amazon. Bu Uzun Market. Uzun. Uzun market. Uzun bankmi bu? Uzun. uzun market. Uzun. Buni bilmadim. Pinduodomada. Anig'ini bilmayman. Bilmadim lekin buni. Xo'p, bu nima u Subaru'mi? Buni topolmadim to'g'risi. Bunisini lekin tanimadim, bilmayman. Bu yoshlar ventures. Bu sizlar. Da, bu bizni. Startaplarga investitsiya beradigan 2 milliardgacha, masalan, qaysi yo'nalishga siz muammoga yechim qilasiz, 2 milliardgacha investitsiya beriladi. Как раз bizga anaqa ekan-da, u возможность ekanda. Yoshlarga omad tilayman unda. Agar sizda ham biror bir muammoga yechim bo'la oladigan startap bo'lsa, yoshlarventures.uz saytiga ariza qoldiring va ijtimoiy tarmoqlarimizni kuzatib boring. Yoshlar Ventures, sen yarat, biz qanot beramiz.